Assalomu alaykum do'stlar. Bugun videoda ko'rib turganingizdek, bugun dunyoda tikuv sanoatida yangi inqilob boshlanmoqda. Xitoy oddiy tikuv mashinalari o'rnini asta-sekin robotlashtirilgan tizim texnikalari egallayapti. Bu endi faqat mexanik mashinalar, balki sun'iy intellekt bilan boshqariladigan aqlli tizimdir. Ilgari bitta tikuvchi o'nlab buyum tikardi. Endi esa bitta robotlashtirilgan tizim mahsulotni qisqa vaqt ichida minglab mahsulotlar tayyorlaydi. Masalan, ayrim zavodlar kamera va sensorlar yordamida matoni qalinligi, rang mosligi va tikuv chizig'ini avtomatik aniqlaydi. Robot ignani o'zi almashtiradi. Hatto ip uzilib qolsa, xatoni o'zi tuzatadi. Eng qiziq tomoni, bu mashinalar o'z xatolarini o'rganadi. Sun'iy intellekt ma'lumotlar yig'ib, bu ma'lumotlarni to'plab, o'zi takomillashtiradi. Bu yangiliklar ishlab chiqarishda xatoliklarni 30-40% gacha kamaytirib, mehnat unumdorligini 2 barobargacha oshirishga yordam beradi. Endi shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bu o'zgarishlar tikuvchilar uchun imkoniyatmi yoki xavfmi? Robotlar inson o'rnini bosadimi yoki bizga yordamchi bo'ladi? Xitoy tikuv sanoati bugun kelajakni sinovdan o'tkazyapti. Sizningcha, kelajakda tikuv mashinasi yonida tikuvchi bo'ladimi yoki faqat robotlar ishlaydimi? O'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin.